Azroil alayhissalomning bir kimsaga nazar solgani, ul kimsaning qochib Sulaymon alayhissalom huzuriga borgani va tavakkulning jahddan ustunligi, jahddan foyda kamligi bayoni. Bir bekorchi kimsa kim tushga tomon, Shoh Sulaymon oldiga bo'ldi ravon. Yuz zahil, lablar gezargan g'am sabab. So'ng Sulaymon so'rdi: "Ey xoja, ne gap?" Dedi: "Azroil ko'zin menga tomon tikdi qahru kin g'azabla nogahon." Dedi: "Xo'sh, ne istaging? Ayla zuhur." Dedi: "Ey jonga panoh, yelga buyur, eltsin to meni Hindiston tomon. Shunda jonim ehtimol qolgay omon." Faqridan odam qochib beixtiyor, maylu orzu domiga bo'lgay duchor. Faqr vahmi qo'rqitar ulni chunon, hirsu xohish unda Hindiston simon. Yelga amr etdi Sulaymon o'sha kez, eltdi yel uni Hindistonga tez. Erta kun kelganda nogoh yuzma-yuz, Shoh Sulaymon qotdi Azroilga so'z. Bir musulmonga solib noxush nazar, ne uchun sho'rlikni etding darbadar? Dedi: "Unga boqmadim dushmanga xos, uchratib yo'lda ajablandim xolos. Chunki Alloh yo'llamish farmonini, Hind shahrida bugun ol jonini. Lol edim, 100 ta qanoti bo'lsa ham, Hind eliga ul yetolmasdi bu dam. Qil jahonning ishlarin shunday qiyos, och ko'zingni kattaroq, o'yla biroz. Biz qocharmiz kimdan o'zdan bu mahol, yulqidik kimdan Xudodan ne zavol."